Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ba'zi vaqtlarda o'zimizda yoki bo'lmasa yaqin biron kishimizda og'izdan badbo'y hid kelishi kabi noxush holatlar doimiy ravishda kuzatilib turadi. Bugungi videomiz aynan shu, ya'ni og'izdan hid kelishining sabablari va ulardan qanday qilib xalos bo'lish mumkin. Shu haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Avvalambor, birinchi navbatda og'izdan hid kelishi o'zi nima? U qanaqa kasallik? Shu haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, birinchi navbatda og'izdan hid kelishi bu halitoz deb ataladi, ya'ni og'iz bo'shlig'ida bakteriyalarning ko'payib ketishi natijasida og'izdan noxush hid keladi. Aynan shu narsa bizga ko'pincha noqulaylik tug'diradi. Buni ko'pchilik davolashdan ko'ra bunaqa noxush holatlarni berkitishni juda ham afzal ko'rishadi. Bu juda ham noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Birinchi navbatda biz og'izdan hid kelishining eng asosiy 5 ta sababini bilib olishimiz kerak. Ya'ni shundagina biz nima qilsak oldi olinadi yoki nimalar qilishimiz natijasida og'izdagi hidlarni yo'qotish kabi muhim ishlarni amalga oshirgan bo'lamiz. Xo'p, bulardan dastlab birinchisi og'iz bo'shlig'ida bakteriyalarning ko'payib ketishi. Ya'ni nima uchun ko'payadi? Ko'pincha biz tishlarimizni yuvamiz yoki bo'lmasa tishlarimizni yuvish davomida tilni ustki qismini yuvishni yoddan chiqaramiz va buning natijasida esa tilning ustki qismida bakteriyalar to'planadi va shuning natijasida og'izdan hid kelishining eng asosiy birinchi sababi bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, ikkinchisi bu asosan o'sha tish toshlari, ya'ni tishlarda toshlarning ko'payib ketishi natijasida ham ularda turli xil bakteriyalarga sharoit yaratiladi va og'izdan badbo'y hid kelishining bu ham sabablardan biri bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi esa tish tozalashda iplardan foydalanmaslik. Ya'ni biz ko'pincha tish shotkalar bilan tishlarni tozalaymiz, lekin tishlarning orasiga kirib qolgan ovqat qoldiqlari doimiy ravishda ham tish shotkalari bilan olib tashlashning imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun biz tish iplaridan foydalanishimiz kerak. Tish iplari esa tishlar orasidagi ovqat qoldiqlarini juda ham yaxshi va samarali tozalashga yordam beradi. Shuning uchun biz agar tish iplaridan foydalanmasak, tishlar orasida qolib ketgan ovqat qoldiqlari ham og'izning hidlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi sababi esa bu milklarning yallig'lanishi. Ya'ni ko'p sovuq narsa yoki bo'lmasa turli xil milk kasalliklari natijasida milklar yallig'lanish holati kuzatiladi va bularning natijasida esa milklarning ostki qismidagi qon tomirlari yoriladi va u yorilgan qon tomirlar milkning orasida to'planib qolib, u ham vaqt o'tishi bilan o'zidan juda ham noxush hid chiqarishi ehtimoli bor. Bu ham og'iz hidlanishining sabablaridan biri bo'lib hisoblanadi. Va eng asosiysi va eng ko'p uchraydigan holatlardan biri bu kam suv iste'mol qilish natijasida og'izdan hid kelishi kabi noxush holatlar kuzatiladi. Ya'ni bu qanaqa bo'lib hisoblanadi? Biz ko'pchiligimizda kundalik hayotimizda juda ham kam suv iste'mol qilganligimiz tufayli og'iz bo'shlig'ida qurish jarayoni kuzatiladi. Ya'ni doimiy biz bilamizki, so'lak bezlarimiz doimiy ravishda o'zidan so'lak ajratib turishi kerak. Va buning natijasida esa tishlarimizda yoki bo'lmasa og'iz bo'shlig'imizda ko'p so'lak ajralishi natijasida og'iz bo'shlig'i juda ham toza holatda saqlanadi va ham tishlar uchun ham og'iz bo'shlig'i juda ham foydali bo'lib hisoblanadi. Agarda biz me'yoriy suvdan kam iste'mol qiladigan bo'lsak, shu so'lak bezlari faoliyati kamayadi, ya'ni so'lak ishlab chiqarilishi kamayadi. Buning natijasida esa tishlarda yoki bo'lmasa shu og'iz bo'shlig'i, tilning ustki qismlarida qurish holati kuzatiladi va bakteriya bunaqa sharoitda juda ham yaxshi va ko'payishi mumkin. Va buning natijasida bu aytganimdek og'izda bakteriyalar ko'payish natijasida badbo'y hid kelishi holati kuzatiladi. Xo'p, buni oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Asosiy e'tibor beradigan narsamiz yuqorida sanagan kelib chiqish sabablarini oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Eng asosiy birinchi boshda sanaganimiz tilni bakteriyasidan xalos bo'lish. Ya'ni o'sha tilning ustki qismini yuvishga ham juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ko'pincha do'konlarda sotiladigan tish shotkalarining orqa tomoni notekis rezinkadan tashkil topgan bo'ladi. Bu aynan tilning ustki qismini yuvish uchun maxsus ishlab chiqarilgan bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun siz tish shotkasining shotka tomoni bilan tishlaringizni, orqa tomoni bilan esa tilingizning ustki qismini yuvsangiz, ham bakteriyalardan xalos bo'lasiz, ham turli xil og'iz hidlanishi yoki bo'lmasa boshqa noqulay, o'zingizga noqulaylik tug'diradigan holatlardan xalos bo'lishni oldini olgan bo'lasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi tish toshlari deyarli barchada uchraydigan holat bo'lib hisoblanadi. Buni faqat o'sha uy sharoitida kamdan-kam holatlarda asosan shifokor huzuriga borib tish toshlaridan xalos bo'lishimiz mumkin. Keyingisi esa milk yallig'lanish kasalliklari. Milk yallig'lanish kasalliklari asosan o'zimiz sababchi bo'lamiz, ya'ni
haddan tashqari ko'p sovuq narsalar iste'mol qilish natijasida yoki bo'lmasa og'izning gigiyenasiga e'tiborsizligimiz tufayli milklarning yallinishiga sabab bo'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun imkon qadar iste'mol qiladigan narsalarimiz yoki bo'lmasa ichadigan narsalarimizga e'tiborli bo'ladigan bo'lsak, milk bilan bog'liq yallig'lanish kasalliklari unchalik ko'p kuzatilmaydi. Va keyingisi suv ichish bilan bog'liq dedik haligina. Imkon qadar ko'proq suv ichishimiz talab etiladi organizmga. Bu nafaqat og'iz bo'shlig'ini hidlanish uchun, balki organizm uchun juda ham yaxshi foydali bo'lib hisoblanadi. Chunki kunlik me'yorda o'rtacha 1,5 litr, 2 litr suv iste'mol qilishimiz kerak. Shundagina bizning organizmimiz suvga bo'lgan balansi doimiy ravishda to'lib turadi va nafaqat og'iz hidlash, balki boshqa organizmda uchraydigan kasalliklarni ham ancha oldini olgan bo'lib hisoblanadi. Xo'p, bu o'sha kasallikni davolash yoki og'izni hid kelishini oldini olish bo'lib hisoblanadi. Keyin eng yomon odatlar bor. Eng yomon odatlar bular o'sha doimiy ravishda og'izda saqich chaynab yurish. Bu ham og'izdan hid kelib chiqishiga sababchi omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Shunday ekan, imkon qadar og'izdan hid kelishi yoki bo'lmasa o'zimizda jamoat joyida yoki bo'lmasa biron yaqin qarindoshimiz yoki o'zimizning suhbatdoshimiz bilan suhbatlashadigan jarayonda o'zimiz noqulay ahvolga tushib qolmasligimiz uchun doimiy ravishda bu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Agarda sizda hech qanaqa holatlar kuzatilmasdan yuqoridagi kelib chiqish sabablari boshqa taraflar og'izdan hid keladigan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilishingiz talab etiladi. Hech qachon sababini bilmay turib, o'zingiz bilgan holda bu narsani yo'qotishga urinmang. Aks holda balki boshqacha salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun agarda toza nafas yoki bo'lmasa juda ham yoqimli, o'zingiz uchun qulay bo'lgan muhitni yaratishni istasangiz, albatta o'zingiz va sog'lig'ingizga juda ham e'tiborli bo'lishingiz talab etiladi. Shunday ekan, doimiy ravishda bunaqa noqulay holatlarni oldini olish uchun doimo shifokor huzuriga borishni unutmang. Doimo salomat bo'ling.